Zohid aka, psixiatrga faqat aqldan ozganlar murojaat qiladimi? Yo'q, bu fikr faqat xalqimizda shunday fikr bor. O'zi aslida ruhiy bemorlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi desak ham bo'ladi. Ya'ni bunda yengil holatdagi bemorlar, ya'ni chegaraviy holatdagi bemorlar, bularga nevroz, depressiya, har xil qo'rquv, vahima holatlariga tushgan bemorlarni biz aytishimiz mumkin. Bu bemorlarni biz aqldan ozganlar deb atashimiz noto'g'ri bo'ladi. Endi og'ir holatdagi bemorlarimiz bo'ladi, ikkinchi turdagi bemorlarimiz. Bularga shizofreniya, har xil demensiya holatlari, ya'ni xotira buzilishi bilan epilepsiya, bosh miya jarohatidan keyingi holatlarda bizda og'ir darajadagi bemorlar hisoblanadi. Endi xalqimizda shunday tushuncha borki, og'ir darajadagi bemorlarni ko'rgandan keyin demak psixiatrga faqat o'sha ruhiy aqldan ozganlar murojaat qilar ekan degan fikr bo'ladi. Aslida o'sha chegaraviy holatdagi bemorlar ham murojaat qilishlari kerak. Chegaraviy holatdagi kasallarimiz agar o'z vaqtida bizga murojaat qilishsa, og'ir darajadagi holatga o'tib ketmaydi kasalligi. O'z vaqtida bizga insonlar murojaat qilishsa, bu kasallikni davolab, ularga qo'limizdan kelgancha yordam bera olishimiz mumkin.